48'dan eshitdim. İkinci xatınız bor ekan. Eğerde qiynalib bo'lgan bo'lsangiz ayting. Podarka etib beramiz. İki kanaldan mı? Hava. Klientlere nömerlerinizi koyup ötemiz. Razı mısınız? Bemalol. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Kan, Yaxshimisiz? yaxshi rahmat. Kan o'zingizni tanishtirib o'ting. House Construct qurilish firmasida sotuv bo'limida ishlayman. Adım Rahimboy. Rahmat, aslında bir iki savollarimiz var size. Hava. Nechta xonadon bor domlaringizda? Domlada hazır 150 dana xonadon bor. Shundan 195 dana satılgan. 55 kvartira bor. Yani 55 Hava. tane satılanlar var. Hava. Başlangıç to'lovi necha so'm i kvadrat metri necha so'm? Kvadrat metri 5 milyon so'mdan. Tamam. Başlangıç to'lovi shu 45 milyondan boshlanadi. Minimalni. 2 xonalidan boshlanadi 45 milyon so'm. Rossiyada turganlar ham olib biladi. Hava bemalol olib biladi. Muammosi yo'q. Shu o'tirgan o'zlari Rossiyada turgan yeridan hamma dokumentlarni o'zimiz taxlab, hamma narsasini hallatib beramiz. Bir domni necha vaqtda qurib bitirasizlar? Shu dom necha vaqtda bitdi? 8 oyda bitti. 8 oyda. Yangi yildan oldin kadastrlar chiqadi. Xudo xolasa yangi yillarda kadastrlar chiqadi. Sizlar domning boshqalarikinden afzallik tomonlari nerede? Birinchi sifatda Tamam. sifatli materiallar ishlatilgan. Gazoblok, avtoklavni gazoblok ishlatilgan, Navoiydan keladi. Sho'r sotilmaydi. Yo'q. Gazda, tabiiy gazda istisham, individualniy kotyoli bor. Bundan keyingi domlarda elektrik bo'ladi hammasi dedilar. Shu paytgacha necha xonadan satgansizlar? Hozirgi kungacha 700 dan ortiq xonadonlar egasini topshirilgan. House Construct qurilish firmasi tomonidan. Uch firmadan. Ha. Necha yerda obyektlarimiz bor? Hozirgi vaqtda Bag'atda 2 yerda, Urganchda 2 yerda bor. Bag'atda bir de Yangi O'zbekiston massividan boshladik dom. Bu nerede o? Diamondda o'tgandan keyin. Ha, Diamond o'tgandan keyin.